Assalomu alaykum. Quyidagi aniqmas integralni hisoblaymiz. Integral dx bo'lingan 4-darajali ildiz ostida x minus 1 ning kubi ko'paytirilgan x plus 2 ning 5-darajasi. Yechish. Berilgan integralni yozib olamiz. Integral dx bo'lingan 4-darajali ildiz ostida x minus 1 ning kubi ko'paytirilgan x plus 2 ning 5-darajasi. Integral ostidagi funksiyani surat va mahrajini 4-darajali ildiz ostida x minus 1 ga ko'paytiramiz. Va 4-darajali ildiz ostidan ikkita ko'paytuvchini chiqaramiz. X minus 1, x plus 2 va 4-darajali ildiz ostida x plus 2. Buni quyidagicha yozib olamiz. 1 taqsim x minus 1 ko'paytirilgan x plus 2 va ko'paytirilgan 4-darajali ildiz ostida x minus 1 bo'lingan x plus 2 dx. Quyidagi belgilashni kiritamiz. 4-darajali ildiz ostida x minus 1 bo'lingan x plus 2 z yoki x minus 1 bo'lingan x plus 2 z ning 4-darajasi. Bu yerdan x ni topib olamiz. Bu yerdan x teng bo'lar ekan 2 ko'paytirilgan z ning 4-darajasi plus 1 bo'lingan 1 minus z ning 4-darajasi. Agar bu tenglikni har ikkala qismini differensiallasak, dx teng bo'ladi 12 z kub bo'lingan 1 minus z ning 4-darajasining kvadrati dz. Va x minus 1 ni hamda x plus 2 ni z orqali ifoda etamiz. X minus 1 teng bo'ladi 3 z ning 4-darajasi taqsim 1 minus z ning 4-si x plus 2 esa teng bo'ladi 3 bo'lingan 1 minus z ning 4-darajasi. Bularni agar integralga qo'yadigan bo'lsak, u holda bu teng bo'ladi 1 bo'lingan x minus 1 ning o'rniga 3 z ning 4-darajasi taqsim 1 minus z ning 4-darajasi ko'paytirilgan 3 bo'lingan 1 minus z ning 4-si bu yerda ko'paytirilgan z hamda dx ning o'rniga 12 z kub bo'lingan 1 minus z ni 4-darajasining kvadrati dz. Bundan 12 taqsim 9 va integral dz qoladi. Bu teng bo'ladi 4 taqsim 3 z va z ning o'rniga x dagi ifodasini qo'yadigan bo'lsak, 4-darajali ildiz ostida x minus 1 bo'lingan
x plus 2 plus s. E'tiboringiz uchun rahmat.